Yaqin Sharqdagi mojaro fonida neft narxi bir kecha kunduzda keskin oshib ketdi. Bunga dunyo neft savdosidagi eng muhim yo'llardan biri hisoblangan Hormuz bo'g'ozining yopilishi hamda Eron tomonidan arab davlatlaridagi neft obyektlariga uyushtirilgan hujumlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Jahon bozorida neft narxlari bir kecha ichida taxminan 26-30% ga oshib, bu ko'rsatkich so'nggi 10 yillikdagi eng katta o'sish sifatida qayd etildi. Toshkent vaqti bilan soat 7:33 holatiga ko'ra neft narxi qariyb 29% ga o'sib, 1 barrelli neft $119 ga yetgan. Brent markali neft narxi esa $116 ga oshgan. Tahlilchilarga ko'ra, mart oyi boshidan beri neft narxi 60% dan ko'proqqa qimmatlashgan. Qatar energetika vaziri Saad Sherida Al-Qabi tankerlar Hormuz bo'g'ozi orqali o'ta olmasa, 2-3 hafta ichida neft narxi barrelli uchun $150 gacha chiqishi mumkinligini bildirdi. U shuningdek, tabiiy gaz narxi ham keskin oshib, 1 megawatt soat uchun €117, ya'ni 1000 kub metr uchun taxminan $1420 gacha yetishi mumkinligini aytdi. Neft narxining keskin oshishi muhokamalar markaziga chiqqach, Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'i orqali neft narxining bu o'zgarishi dunyo tinchligi oldida hech narsa emasligini bildirdi.